Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadarlik fidoyilar ekranini ko'rayotgan qarindoshlar, dunyoning har qaysi joylaridagi mayli YouTube'da bo'lsin, mayli Facebook'da bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmamizdagi 63 qismida sizlar bilan qarshilashyapmiz. Bugungi programmada inshaalloh murtad degan mavzuni asosliq cho'ridaymiz. Buningda qanday kishi murtad deb qaraladi, uning jazosi nima, ya'ni murtadga qanday muomala qilinadi, uning olamga ibrat, ommaga nafrat qildirilishining natijasi va unumi qatorliq mazmunlar haqida an'anaviy din tushunchasiga asosan degandek ko'p to'xtalib boqdi. Lekin yuqorqi hukm, fatvo, nasihatlarning Qur'ondagi asosi qanday deb bir qaralmadi. İnsanlar dinga kirmaslikla emas, balki ijro qilishlardimi nurg'unlagan sohalarda erkinlikka qo'yib berilgan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan, huddigar emassan deganda xitoblar bilan boshqalarning erkin tanlashidan rahatsız bo'layotganlarga qilingan shu xitoblarda aql egalari uchun yetarlik dalillar, nasihatlar bordir. Bugun biz Qur'onning nazar programmasining 63 sonida murtad, biz yomon ko'p anglaymiz murtad degan gapni uchun. Murtad kalimasiga aloqador mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Ekran oldida İstanbul'dan ben, London'dan, Angliyaning London'dan Kerem Zahir Ustaz, ekrandaki arka supsada Fidayi Kaşgari qarindishimiz birlikte sunumuz programını. Qani Ustaz, qanday ahvollar, yaxshi obdan tudilmi? Assalomu alaykum. Allohga shukr. O'zlarcha o'tishim tuldimi? Bizmi Xudoga shukr, elhamdülillah. Yaxshi turyapmiz. Bu murtad deb e'lon qildik endi bu programniki sizlar shuni qarta tayyorlab qildilar. Bizga shu murtad to'g'riliq bir Qur'onda Alloh nima deydi? Bu an'anaviy tushunchalarni sizlar yaxshi bilalamdi-chu. Bular zada qanday deb qaraydi? Murtadning hukmi zada uni o'ldiritish kerakmi? Yoki boshqa bir gap bormi Allohningki Qur'oni Karimda-chu? Shu to'g'riliq bizga bir tushuntirib bergan bo'lsalar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylariga hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun shu murtadniki o'zi murtad haqida uni har taraflama endi nimasi bir qor o'zi shu to'g'riliq to'xtalamiz. Murtad degan nima degan vaqtida buniki lug'at ma'nosi yenib olish degan ma'noni bildirdi. Buni o'zi dindan yenib olgan odamlarga ishiltildi. Endi Qur'oni Karim qandaq odamlarni murtad deydi, qandaq odamlarni murtad demaydi. Bu haqda o'zi Qur'oni Karimga asoslangan vaqtida Allohga ishongan, Allohning kitobiga ishongan, malaikalarga ishongan, payg'ambarlarga ishongan, oxiratga ishongan kishilarni Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'min deb ataydi. Buningda Alloh taolo Qur'oni Karimniki Sura Baqarada Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ve qalu sami'na ve ata'na ghufranaka rabbana ve ileykel masir degan mush oyatning o'zida Sura Baqarniki 285 oyat ekan bayon qiladi yani. Yani Allah'ın malayikleriga, kitoblariga, farishtalarga, oxirat kuniga ishongan kishi mu'min bo'ladi. Shunga ishongan odam bo'ladi va buni Alloh taolo mu'min deb ataydi.
Endi mushu Allohniki dinidan, yani Alloh taolo ko'rsatgan mush 5 asosiy prinsipdan chiqayotgan odamlarni-chu yoki chiqayotgan yoki chiqitib boshqa narsani din tutib olgan bundaq insonlarni-chu desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda murtad deydi. Mayli u odamning o'zi ot bobosniki deb nima mangan yo'liga qaytsin yoki bo'lmaydi o'ziniki tepib olgan o'zi din nomida tepib olgan narsalarga qaytsin. Bu hech qanday farq etmaydi. Buning hammasi o'rtaq eti nima desa, bu dindan chiqayotgan, Alloh taoloning diniga kirmagan, u dindan chiqayotgan inson bo'lib atiladi. Buning etini Alloh taolo murtad deb qaraydi. Endi Allah nima payg'ambarlar insonlarga dinni tashviq qilish jarayonida dinni tashviq qilish jarayonida nimaga asoslangan degan vaqtda butunlay dalilga asoslangan. Yana Sur Namlniki 64-oyatidami Fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin. Yana yuqorqi nimasini o'qib kelgan vaqtda amma yabda'ul xalqa summa yu'iduhu va man yarzuqukum minas samai val ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin degan mush oyatning o'zidami osmon zimindagi narsalarga kimning rizqi berayotganligini so'rab, ondan keyin agar boshqa birisi uningga rizqi bergan bo'lsa, uning qarta dalil keltiringlar deydi. Tur surasiniki 32-34-oyatdagichilikmi yana am yaquluna taqawwalahu balla yu'minun falyatu bihadisin mislihi in kuntum sadiqin in kanu sadiqin degan mush oyatning o'zidami ular o'ziniki gapini rostlaydigan bo'lsa, uningga dalil keltirsin deydi. Sura Baqarniki 23-oyatidami va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa du shuhadaakum in kuntum min dunillahi in kuntum sadiqin degan oyatdimi bizniki rostlaydigan bo'lsanglar, sizlar u rost deganga qarata Alloh taoladan boshqa barliq yordamchilaringizdan yordam so'rab turib bir hujjat keltiringlar deb Alloh taolo buni deydi. Ya'ni payg'ambarlarning hammasi nima qiladi degan vaqtida dalil isbot tayinib gap qilgan, u narsa, u qilgan so'z birinchi Alloh taoloniki keltirgan o'zi evatgan vahiysiga asoslangan, ikkinchisi insonniki amaliy hayotiga uyg'un holatda bo'lgan, ilmga va mantiqqa uyg'un bo'lgan bundaq bir narsa degan gap endi. Mushundaq dalillarni keltirgan deydi-da. Payg'ambarlarning hammasi tarixda insonlarning o'zini bir dinga da'vat qilgan vaqtida, bir narsaga chaqirgan vaqtida, bir ishni qil yoki qilma degan vaqtida uning butunlay uning dalilga, uniki asosiy dalilga tayangan, birinchi Alloh taoloning kitobiga tayangan, uning qasi insonlarning hayotidagi amaliy ish harakatniki xato va to'g'rilikqa asoslangan. Endi kofirlar degan vaqtda kofirlar payg'ambarga qanday qarshi turgan degan vaqtida Sura Maryamniki 44-46-oyatgacha oraliqda oxirgi oyatni o'qiy. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrohim la illam yantahi la arjumannaka wahjurni maliya degan mush oyatning o'zi deydi. İbrahim alayhissalomga hech qanday dalil isbot tep berolmagandan keyin ular İbrahim alayhissalomniki otasi İbrahim alayhissalomning o'zini masini chalma kesak qildiryapman deb o'zi İbrahim alayhissalomga tahdid solganligini bayon qildi. Sura Arabniki 88-oyatidami قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك
min qaryatina degan mush oyatning o'zidimi Şuayb alayhissalomga va mu'minlarga tahdid solib kofirlar seni va sana ishongan kishilarni, ya'ni mu'minlarning o'zini biz o'zimizniki yurtidan chiqarib atamiz deb tahdid solganligini bayon qildi. İbrahim suresindeki 10. ayetinde ve kâlellezîne keferû li rusulihim lenuhricennekum min erzina ev leta'udunne fi milletina diyen boş ayetin özümü kafirlar özü kelgen elçilerge bütün kafirlarını bayan kılıyordu Allah Teala. Seni biz yurtumuzdan çıkarıp atımız ya ki sen bizim dinimizi qaytışın gerek diyen idi deydi. Yani bu yerdeki neyse neymi diyen vaxtıda mümin Allah Teala'ga, Allah'ın kitaplarına, malaiklerge, ahiretge, peygamberlerge işengen kişi olsa murtet ya ki kafirlar onun karşısındaki insanlar olgan. Murtet hem de şu dinini kabul kılıp ağını yeni olgan, kafirlar sipik ketilip ketken insanlar olgan. Yani bularım Allah Teala kafir dep atıgan. Bu kafirlarning peygamberlarniki, müminlarniki tarixda insanlarni chaqirishi haqiqiy o'zi müminlarniki. Dinga chaqirishi hammasi dalil isbotga asoslangan. Kafirlarning degan vaqtda kafirlarniki tahdidga asoslangan. Asossiz narsalarga, ya'ni hech qanday o'zining dalil isbot yo'q narsalarga asoslanganligini Qur'oni Karim bayon qildi. Yana o'zi Sura Yasin'deki 10. ayetinden 27. ayetigacha aralıkta hemen uzunken bu. Bu şunun özde قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم deydi. Şu ayetin kelimesi de. 3 tane elçi kelgen vaqtida o qavmning o'ziga ular bizga bu yomonlik sizlarniki shumlig'ingni yetdi. Agar sizlar shu dininglarni yoki shu harakatinglardan yanmaydigan bo'lsangiz, sizlarni biz chalma kesak qilib o'ltirib atamiz. Sizlarga bizdan nihoyatda og'ir azob yetadi deb shunday tahdid solganligini o'zini bayon qildi. Endi yig'ib aytgan vaqtida murtatlarniki, ya'ni bir odam islom dinidan yenib kofirlarniki sepib kirib olgan bo'lsa yoki uningga bir jazo bormi degan vaqtda Qur'oni Karimda hech qanday bir jazo yo'q. Faqat lakum dinukum valiyadin degan oyat bo'yicha insonlarning hammasiga o'xshash muomala qilgan qatorda uningga muomala qilish va u yenib olgan odamniki jazosini Alloh taolo qiyomat kuni berganligi haqida bayon qildi. Ama müminlarga tahdid solgan insonlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda bütün peygamberlarning hayotida bayon qilish orqali bütün peygamberler Adem alayhissalomdan boshqa barliq peygamberlarga ashundoq nim bilan tahdid bilan o'ltirimiz, chopimiz deyish bilan yoki bo'lmaydi oilasini, masalan Lut alayhissalomniki qavmi Lut alayhissalomning oilasini Lut alayhissalomga solgan. Hozir masalan bizni murtad deyotganlarning hammasi shu bizning oiligimi hattoki har birimizning oilasiga keraklik oilamiz kirib sen o'z eringa andoq deyishing kerak, mandaq deyishing kerak, uni o'tishsang andoq bo'ladi, mandaq bo'ladi deb shantaj o'yinlarni qiliq misolda. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida bu yerda nima bo'ldi degan vaqtida kafirlarniki qilgan ishi haqiqatga dalil isbot bilan qarshi turamagandan keyin u o'zi kuch bilan, zo'rlik bilan, haqorat bilan uning o'zini har xil laqamlarni qo'yish bilan uningga taqobil turish yo'llarini tanlaganligini Qur'oni Karim bayon qiladi yani. Yani hazır o'zi biz shu programmani maqdirayotgandan tortib hozirgacha qarasaqmi, biz Qur'oni Karimdagi dalil isbotga, amaliy hayotdagi, ya'ni Qur'oni Karimning oyati bir narsani, bir hukmni ifodalagan bo'lsa, uning o'zi amaliy hayotga tatbiqlangan asosda shunday o'zi bayon qilib kelyapmiz. Ya'ni dalil isbot bayon qilib, ilmga va mantiqqa asoslangan holatda bayon qilyapmiz. Bizga taqobil turayotgan, bizga o'zi haqorat qilayotganlar desa, o'ltirimiz, chopimiz,
u murtad, u murji, payg'ambar alayhissalomni sarang, majnun, bu shoir deganga o'xshash shunday haqoratlar bilan haqorat qilyotdi degan. Yani bularniki yo'llari hozir yangidan teppagan bir yo'l emasligi bu tarixdan buyon, ya'ni necha ming yillardan buyon kafirlar mu'minlarga ya kafirlar payg'ambarlarga qarshi turib kelgan yo'l hech bir zaman buzilmasdan aynan o'z davom qilib kelganligining o'zini bayon qildi Qur'oni Karim. Hem de yuqori degandek murtadga jazo bormi degan vaqtda Qur'oni Karimda hech qanday jazo yo'q. Agar o'z bir odam islomga kirish qanday erkinligi bo'lsa, u islomdan chiqib ketishmi uning erkinligi. Ya'ni inson bir narsaga e'tiqod qilishda erkin o'ziniki o'zi shu xolishi bilan, xohishi bilan shunday o'zi kirmasa, u inson o'zi besim bilan kirgan vaqtda uningda bir nifoq bo'lganligini Alloh taolo bilganligi uchun Qur'oni Karimda hech qanday bir odamga zo'rlik ishlatmaslik, la ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal g'ay deb uni bayon qilgan. Va u odamlar islomdan chiqayotgan, dindan chiqayotgan taqdirdami, ya'ni lakum dinukum valiyadin qatorida hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga degan qatorida o'zi muomala qilish bu o'z belgilangan dengi. Hamda yuqorqi oyatlarniki dalili bilan biz hozirgi vaqtda bizni murtad deyotgan yoki bizga o'xshash odamlarni murtad deyotgan odamlar bilan shu odamlarning o'zini Qur'oni Karimdagi shu hukmga sep ko'g'inimizni qanday narsa chiqadi degan vaqtda biz Allohning kitobiga, Allohning kitobiga, malaikalarga, oxirat kuniga, payg'ambarlarga ishondik. Buning o'zini burun deb kelyapmiz. Uni ishonimiz. Bu ishonch bilan biz Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha mu'min qatorida o'zi o'rni olamiz degan gap. Qur'oni Karimning hukmi bu. Endi Qur'oni Karimni asos qilmay turib, o'ziniki xiyollarini, o'zining orzu istaklarini va boshqalarniki yezib qoldirib qo'ygan hikoya, asossiz o'z hikoya cho'chaklarini, arablarniki bo'libmi, hikoya cho'chaklarini asos qilgan va u payg'ambardan yuzlarcha yil keyin tuzalgan arablarniki o'zi burunqi konu diniga asoslanib turib tuzalgan fiqhini asoslanib turib qilgan odamlar degan vaqtda Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bular aslida kofir degan gap. Kofirlarning bularning qilayotgan ishimi shu kofirlarning ishi. Nima uchun degan vaqtda bular davomli bir odamni haqoratlash, bir odam tahdid solish ishlari bilan davomlashganligi mana yuqorqi payg'ambarlarga qilingan haqorat va tahdidga o'xshash o'rin turdi. Buning o'zi nima degan vaqtda shu burun tortib shu kofirlarning tutib kelgan usullarini bularning tutganligi o'tirg'i chiqdi degan gap. Yani bunun da xulası şu ki, yani Kur'an-ı Kerim'de asas kılan insanlar, Kur'an-ı Kerim'in peygamberinin usulüne asaslangan, Kur'an'a tayangan insanlar olup, ular mümin hesaplanıdı. Yani bu Kur'an-ı Kerim'e esilgan, Kur'an-ı Kerim'e öz çakagan insanlarını, hakaret kılan insanlar çoğuduysa, Kur'an-ı Kerim'in hükmü boyunca kafirler olup hesaplanıdı ve ularınki özü ularniki qilmishi ham Qur'oni Karim tasvirlagan kofirlarning qilmishi bilan o'xshash chiqadi yani. Yani insonlarni haqoratlash, tahdid solish va uningga har xil o'zi turli shantaj deydik biz nima deymiz uni? Hiyla-mikr. Yani har xil hiyla-mikrlarning o'zini ishiltish orqali insonlarning o'zini o'tirg'i pishni asas solish. Mana shunday o'zi ishlarga asoslangan vaqtda bularning qilmishi va hammasi kofirlarning qilmishi bu çıkıdı deyen. Hem bularniki neymi için şu özü programı oturup koyulğulu vesi oturup bir delil ispatını koyamadı diye vakıda. Çünkü ula burulla zade şu ispatlıkı yaramaydıgan neslerin özünü ispatlap eslip kalgalık için o nese Kur'an-ı Kerim'de ibaret bu Allah'ın kitabının aldıda hiç kandak bir ispatlıkı yarımgallık için oturup çıkamak. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu ayakta
nurg'ulg'an ayetde o'zi yuqorida so'zga oyatning o'zidami shuni deydi. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u şuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin degan oyatni men mushunga kirdi. Yani Peygamber Allah Teala'dan kelgan kitapga esilganligi uchun u bir undaq jiq o'qib ketgan bir inson bo'lmasimi, qo'lda Allohning kitobi bo'lganligi uchun u yerda hech bir inson uningga qarshi o'zi o'tirib chiqolmaganligi, faqat o'zi tahdid bilan, uni haqorat qilish bilan, uni o'zi besiq turish yo'liga kirgan bo'lsa-mu, va lekin hech bir zaman dalil isbot tayinib turib, o payg'ambarga taqobil turolmaganligini Qur'oni Karim mush oyatlarda bayon qiladi yani. Yani bundan biz bile olaymizki Kur'an'ga esilgan her qanday bir insan başka her qanday bir insanın üstünden galip keldiğini gösterdi. Yani bizniki o kadar o'zi neçe yıl, neçe 10 yıllap o'zi Arapning maktablarida Arapniki o'zi tillerini öğrenip qilmagan bo'lsak-mu, bizning eslig'imiz Qur'oni Karim bo'lganligi uchun bularniki taqobil turolmayotgan yerlari mana mushundan isbotlandi. Gerçi o Arap'ın tilini 100% bilgen takdirde mi o insanlar o esliğen nesi hakikat bulmasa o vaxtda o nesi ahırgı verip benim hoşunda özünü resvayı ezim kıldığanlığının özünü gösterdi yani. Kur'an-ı Kerim bu vaxtda Ca'al haqqu ve zahaqal batil innel batile kana zahuqa diyen bir ayet var. Yani haq kelgen vaxtda batıl zaten mağlup ketidi. Haq kelgandan batılniki yo'qolishi o tabiiy ahvol deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Undaq bo'lgandan keyin haqiqat kelgan yerda, haqiqat so'zlangan yerda o batıl degan narsa putarab turamaydi degan. Nima uchun degan vaqtda uni putarab tug'dak hech qanday asosi yo'q. Hech qanday asos tayanmagan bir narsa bo'lganligi uchun u bir hikoyaga o'xshash yoki urf odatga o'xshash shunday bir narsa bo'lganligi uchun u narsa hech qachon o'zi insonlarga din bo'lib turolmaydi. İnsanların qayil qilarlik bir asasga ega bo'lamaydi degan. Onun uchun buningga asoslangan insonlar davomli mag'lubiyatning ichida bo'ldi. Endi dindan yenib olishniki, ham bu qarindoshligimni uqtirib qo'yishimiz kerak. Allah'ın dininden yenilip ravayet diniga, hikaye Arap'ın hikayesinin diniga, Arap'niki örf adet medeniyetin din kılıp ağalıqını ki buniki zini nime? Bu şunun zini bolamdı diye vaxtda Allah Teala Kur'an-ı Kerim Sure Maid'niki 54. ayetinde Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum adinihi fesevfe ya'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minin eizzetin alel kafirin yucadilun fi sabilillahi ve la yakhafuna levmete laim zalik fazlullahi yu'tihi men yeşâ vallahu vasiyun alim diye muş ayetinin özü bayan kıldı yani. Yani dinden qaytib kafirlik qaytib ketken adamga Allah Taala özü hech qanday merhamet qilmaydiganligi, çünkü Allah Taala'nın merhameti, rahmeti olgan Allah'ın dininden qaytib ketkenligi uchun. Undaq adamlarniki o'rniga boshqa bir o'zi insonlar kelib, u o'zi mu'minlarga aytdi, nima marhamatlik kofirlarga aytdi o'zi g'azablik holatda o'shunday insonlar keldiganligi, ular Alloh yo'lida jihad qildiganligi va boshqa malomat qiluvchilarniki malomatidan qo'rqmaydiganligi haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday bayon qildi. Yani muş ayetniki mazmuniga asoslangan vaqtida biz mushu Qur'oni Karimga asoslanmagan hikoya Arablarning hikoya cho'chaklariga asoslangan bir narsa kirib qolganligimiz uchun o'zimizniki qanchalik o'z xor bo'lganligini va xor bo'layotganligimizni mushuni his qilsak bo'ldi degan. Yani biz haqiqiy bir dinda bo'lgan bo'lsaydik, u vaqtda biz dünya insanlarının ağır qanmagan bo'lardik. Dünya insanlarının ağır qanmagandan keyin hozirgi vaqtda o'zimizning o'rnini tepib özümüzün müstakil bir devleti, özümüzün izzet abroyu boğan bolatı deyen. Özümüzdeki izzet abroyu yoktu koygan nesini mi diye vaxtda özümüzün kallısını başkalarına icarı verip, aklımızını icarı verip, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aklının işiltan diyen ayetki biz emel kılmay, Kur'an-ı Kerim'deki öz prinsiplarına emel kılmağalığımız için bu zulümünü
bu o'zi xorliqning o'zini tatayotganligimizni bildirdi. Yana Sura Ali Imron'daki 149-oyatida ya eyyuhellezine amanu in tuti'ullezine keferu yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Yani müminler Allah Teala deyapti ki, sizlar kafirlar itoat qilsanglar, ular sizlarni oxirinlik qaytirib sizlar shu vaqtda ziyon tortisizlar deydi. Bu nima degan gap degan vaqtida kafirlik qaytish aslida bu dunyodami har sohada oxiga yenib ketishga sabab bo'ladi degan gap. Yani bu kafirlik deganning o'zi hozirgi zamondagi mush xurofot, radikal mushundaq insonlarga to'g'ri keladigan bir narsa. Ilmdan qochadigan, dunyodagi zamonaviy ilmlardan qochadigan, ko'ni bir narsaning o'zini ilm deb qarab oladigan, mushundaq o'zi insonlarni oxirga qolishga sabab bo'ladigan, mushundaq insonlarni Alloh taolo bayon qildiki, ular ziyon tortadi. Chunki nima ish qilgan vaqtida insoniyat dunyosidagi o'rnini topolmagan, insoniyat dunyosida boshqa insonlar bilan barobar holatga kelishni orzu qilmagan insonlar ziyon tortadigan gap endi. Alloh taolo bunday deydi. Endi kofirlik desa, yani haqiqatni yo'g'ib olgan, boshqalar ko'rsatmagan. Masalan, Qur'on haqiqat bo'lsa, Qur'onni tushungil olmaydi, anglag'il olmaydi, uqqil olmaydi, yodlasalam bo'ladi, savob bek cho'ng debchi. Anglash, tushunishni bir yoqqa qarib qo'yib turib, Alloh va Allohning rasulining gapini tushungil olmaydi deb qo'yib, biz yezib berganni, biz deb berganni abdan tushunsa, bizning gapimizni angla desa, bu shu yerga boradigan daqchim. Albatta. Bu tushundirish ishlariga ba'zan odamlar nihoyatda ba'zan gapni qilsak ko'tarolmaydi. Misol Payg'ambar alayhissalomning zamonasi bilan Musa alayhissalom va Ibrohim alayhissalomning zamonlarini masalan selishtirgan vaqtida İbrahim alayhissalom masalan tosh davrlari bo'lishi mumkin. Shu but yasaydigan va kaza zamonlar ekan, tosh davrining o'zida insonlarning saviyasi shu zamondagi ahvol qarta, shu zamondagi jamiyat qarta bo'lgan gap. İbrahim alayhissalom dinni shu jamiyatga loyiq qiladi, shu jamiyatga insonlar tushuna oladigan bir o'zi usul bilan tushundirganligini biz his qila olamiz yani. Qur'oni Karimda İbrahim alayhissalom haqidagi oyatlarning o'zidimi İbrahim alayhissalom shu butniki iloh bo'lolmaydiganligini insonlarga isbotlash uchun uni chiqib tashlab oxirisida mana buniki iloh bo'lolmaydi, iloh mushundaq bir narsa qanday iloh bo'la oladi degan bir narsa o'tirib chiqarib ularni yengib olganligi haqida Qur'oni Karimda bayonlar bor. Demak, shu vaqtda İbrahim alayhissalomniki insonlarga, shu jamiyatdagi insonlarga dinni tushuntirish usuli shu jamiyatdagi insonlarniki saviyasiga qarta ish yapganligini ko'rsatdi. Endi Payg'ambar alayhissalomni degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom zamonasida but yo'qmidi? Degan vaqtda Kabe'ning ichida 360 tane but vardı. Payg'ambar alayhissalom bovam İbrahim shu butni chiqib o'tish orqali insonlarga bu butga cho'qinishniki xatoligini isbotlabdiki, men shunday qilay demadi. Demasdan Payg'ambar alayhissalom boshqa usullarning o'zini qo'llanish orqali insonlarga dinni tushuntirdi. Demak, İbrahim alayhissalomning zamonasiga nisbatan Payg'ambar alayhissalomning zamonasi biroz o'simi taraqqan bir zamon. Zaman bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhissalom shu zamondagi usulga asoslanib turib insonlarga dinni tushuntirgan degan gap. Endi hozircha degan vaqtda misol insonlarga dinni tushuntirish bo'lsa, Payg'ambar alayhissalommi demagan gaplarni deyish to'g'ri keldi. Misol hujayra deymiz, insonlarniki masalan spermasiniki o'zi soni deymiz, osmon jismlariniki tortish kuchi deymiz. Mushundaq narsalarni fizika, har soat ximiya, har soatdagi narsalarni dalil qilish orqali insonlarga dinniki mohiyatini tushuntirgan gap. Endi bu hozirgi zamondagi ximiya, fizika va astronomiya sohasidagi narsalarning o'zini Payg'ambar alayhissalom agar o'zining zamonida so'zlagan bo'lsa, hech kim tushunmagan bo'lardi. Chunki o zamondagi saviya bunga yetmaydi. Yana Qur'onda bor buning qarta bir qism oyatlar, masalan, yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas val hajj deydi. Ular sizdan yangi oy to'g'riliq so'raydi degan vaqtda so'raydi. Ularga sen o yangi oy deganning o'zi
insonlar vaqt belgilash uchun va hajning vaqtini belgilash uchun ishlatilgan narsa degan deb Alloh taolo shundoq o'zi oyat tushirdi. Demak, shu vaqtdagi saviyada insonlar osmondagi oydan faqat vaqt belgilashni vaqt belgilashni o'zi foydalanadi degan gap. Ya'ni oyniki birinchi kuni, ikkinchi kuni 10 kunlik bo'libdimi, falon oyniki 10-chi kuni degandek mundaq bir narsalarni foydalanadigan yoki hajini falon oyniki pustoni nemisda qilamiz degandek bir vaqtni belgilash uchun ishlatiladigan bir narsa ekanligining o'zini Qur'onda bayon qildi. Ham hozirgi vaqtda ko'rsa, hozirgi vaqtda u oyning ichida, ya'ni oy sharining o'zida qanchaligan boyliqlarning borligi. Misolda, u boyliqning o'zini bu yerga akasi insoniyat qanchalik foydalana oladiganligi. Haqiqat nurg'ulg'an ma'lumotlar var misol. Ham u vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom oyga chiqadigan bo'lsak, biz mandaq beyib ketimiz, andaq foydalanamiz degan deydigan bo'lsa, u payg'ambar alayhisalomni darhol lekin bu rasmiy kalladan ketibdi deydigan gap endi shu vaqtdagi insonlar. Chunki oyga chiqish imkoniyati yo'q u vaqtda. Demak, her zamanda Qur'oni Karimni shu zamondagi ahvolning o'zini nazar tutgan holatda tushuntirish, Qur'oni Karimni tushuntirish usuli o'p hisoblanadi. Ya'ni davomli masalan, shu rivoyat hadislarning o'zini payg'ambar alayhisalom shu rivoyat orqali Qur'oni Karim tushuntirgan degan taqdirdami, lekin hozirgi vaqtda shu rivoyatning o'zini akib turib tushuntirish ham xato degan gap. Nima uchun degan vaqtda agar payg'ambar alayhisalom hozir hayot bo'lsa, mush hozirgi ilm faniga asoslanib turib nima islomning o'zini tushuntirgan bo'ladi yani. Shuning uchun biz qanday qarashimiz kerak degan vaqtda har doim biz o'zi islomni mush hozirgi zamonimizdagi eng ilg'or bir narsa ekanligi narsa qilib tunishimiz va shu tunish asosida islomni tushuntirishimiz bu o'zi islomni to'g'ri tushuntirganligi ko'p hisoblanadi. Yani hozirgi vaqtda misol Shayxul Islom nimada İbn Taymiye mi? Ibn Taymiye misol 1258-yili Mo'ng'ullar shu Bag'dodni besib olgan vaqtda Bakiya odam. Shu zamonlarda yashagan odamlar. Shu zamonda yezib qo'ygan naslni hala hozirgichilik Ibn Taymiye on debdi. Voy Shayxul Islom Ibn Taymiye man deb hozirgichilik shu narsa so'rab yurgan ish. Yani bunun o'zi musulmonlarga ayib desak bo'ldi. Chunki u Ibn Taymiye shu zamondagi Shayxul Islom. Shu zamonga loyiq gap qilgan bir odam, ammo uning gapi hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi. Nurg'un gaplar to'g'ri kelmaydi. Ba'zan gaplar to'g'ri kelsa-mu, nurg'un gaplari ilmiy jihatda to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz ilm sohasini so'zlagan vaqtim dedik. Ilm o'zining zamoni va makoni xos narsa. Mazhab borasida so'zlagan vaqtim shuni bir qurdik. Misol, ahkam mazhablardami İmam Ebu Hanife qayerda yaşagan, İmam Ahmed qayerda yaşagan, İmam Şafii qayerda yaşagan ve şular o'zining yaşagan yerdagi masalalarni hal qilish uchun Qur'oni Karimdagi oyatga asoslanib turib, Qur'oni Karimga shu masalani tatbiqlab turib, o'zi shu masalani hal qilgan. Ammo 4 mazhabniki nemasining o'zini, fikrining o'zini bir kitobga yig'ib turib, men buniki ma'noga asosan ma'no xato, ma'no to'g'ri deyish bu butunlay xato bir metod degan gap. Nima uchun degan vaqtda 4 o'rinda va 4 zamonda, ya'ni ilgari keyin, bularni yashagan zamonim ilgari keyin. Bundaq bir zamonda yashagan insonlarniki chiqqan hukmning o'zini bir kitobga yig'ib olib turib, uningdan o'zi aning to'g'ri, ma'no xato deyish butunlay zamoniga va makoniga loyiq Qur'oni Karimni tushunish usulini asas qilmaganlik o'p hisoblandi. Shuning uchun butun payg'ambarlar masalan Musa alayhissalom hech bir zaman İbrahim alayhissalom mandaq qilibdi deb o'tirib, İbrahim alayhissalom qilgan ishining o'zini qayta takrorlab qilgan yeri yo'q. Nima uchun degan vaqtda İbrahim alayhissalomning zamoniga nisbatan u Musa alayhissalom zamonida deganda insonlar davlat va imperiya qurib, har xil o'zi qatnash qurollarının o'zini yasab, har xil urush qurollarini yasagan bir zamonda dunyoga kelgan odam endi Musa alayhissalom Fir'avnning zamonida misol. Unda bo'lganda kim Musa alayhissalom u İbrahim alayhissalom zamonidagi gaplarni qilgan vaqtida u tamoman zamoni o'tib ketgan bir odam bo'libdi. U vaqtda men tamoman o'zi bu sarank emasmi desa, haq bir o'rin tushib qoladi. Uning uchun Musa alayhissalom qanday qilish kerak degan vaqtda
shu Fir'avnniki zamonidagi eng ilg'or gaplarni qila olish kerak. Eng to'g'ri gaplarni qila olish kerak. Ham qilganda shu vaqtda. Uning uchun uningga Fir'avnlik atrofidagi insonlarmi taqobil turolmagan, har xil taqobil turish usullarini qilgan bo'lsa-mu, yana taqobil turolmagan oxirisida. Yani haqiqat bundaq bir narsa yani. Xuddi shunga o'xshash bütün payg'ambarlar burungi payg'ambarlarning qilgan gap so'zlarini va qilgan ishlarini takror qilmagan. Nima uchun degan vaqtda uning qilgan ishi shu zamoniga va shu makoniga loyiq ishlarni qilgan burungi payg'ambarlar va keyingi payg'ambarmi shu o'zining zamoni va makonidagi ahvol qarta shunga muvofiq holatda Qur'oni Karimga asosan turib, yani muvofiq holatda ish qilgan va shu zamonidagi masalalarni Qur'oni Karimning metodiga asosan turib hal qilgan. Yani bundan biz bilib olamizki, biz zamanımızga layık iş kılanmasak, zamanımızdaki meselelerni Kur'an-ı Kerim'nin metodu qarta hal kılanmasak, onunla salanmasak, biz dinini bilmegen adam qatarda hesaplanamaz degan gap. Şunun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtda bizniki rivoyat hadislarni tashib etishga ikki asosimiz bor. Birisi nima degan vaqtda, birisi uniki Payg'ambar alayhissalom degan va qilgan ish harakat ekanligi tamoman gumonliq narsa. İkincisi tamamen zamanı o'tgan bir narsa u. U agar payg'ambar alayhissalom boy deganga o'xshash payg'ambar alayhissalom hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsa, shu burunqi 1400 yil burunqi degan gapning o'zini qayta takrorlab o'ltirmasdan hozirgi zamondagi eng ilg'or gapni qila olgan bo'ladi deganni biz tushunishimiz kerak. Uning uchun biz payg'ambarniki izbosar bo'lamiz, payg'ambarniki yo'lini tutamiz. Deydigan bo'lsak, u yo'l nima degan vaqtda payg'ambarning ilg'orligi va payg'ambarniki zamonidagi masalalarni Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali u masalani to'g'ri hal qilib, insonlarning ishini to'g'ri o'zi yo'lga selishi, mana bu bizniki tutilgan yo'limiz. Bu yo'ldan qaytgan odamlar degan vaqtda bu yo'ldan qaytgan odamlar aslida murtad bo'ladi. Ya'ni bizni murtad deyotgan odamlar asli murtad endi. Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bizni murtad deyotgan bu Qur'onga eslayotgan insonlarni, masalan, Turkiyada nurg'ulg'an olimlar, Arabning ichida nurg'ulg'an olimlar va o'sha olimlarning o'zini, ya'ni murtad deyotganlar degan vaqtda bular o'zi xato o'zi hukm chiqariqliq, aslida o'zi murtad, ulug'liq, o'zi kofir, ulug'liq. Qur'oni Karimning zamoniga loyiq ep menayotgan insonlar Qur'oni Karimga loyiq inson bo'lishni tashabbus qilganlik hisoblanadi. Undaq bo'lgandiki bular aslida haqiqiy musulmon bo'lib hisoblanadi degan gap. Haqiqiy mu'min bo'lib hisoblanadi degan gap. Shuning uchun bu yerda bularning qilmishidan aniq chiqib turadi. Misol, bütün payg'ambarlarning qilgan ishlari dalilga asoslanib turib, insonlarni qoyil qilish sharti bilan o'zi ish olib mangan bo'lsa, hozirgi Qur'onni asos qilgan insonlarning hammasi nima desa, amaliyotni, Qur'onni asos qilib turib, ilmni asos qilib turib, insonlarni qoyil qiliqliq. Bular payg'ambarniki mangan yo'lda mangan insonlar degan gap. Yani Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha mangan insonlar degan gap. Endi bu bularni tillab yurganlar desa, bularni tillab yurganda xuddi payg'ambarlarni tillaganga o'xshash, sarang deb, murtad deb, murji deb, masalan, sen o'zing diniga Ibrohim alayhissalomniki voqealarga deb tayini. Sen o'zing diniga qaytmaydigan bo'lsang, seni men chalma-kasak qilyapman deyil ekan. Demak, sen murtad bo'lib ketding degan gap. Yani xuddi shunga o'xshash bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, ya'ni o'zi o'ltirma, chapama, sen murtad, voy sen ko'glingni ko'stimi, sen degan xotin taloq deyotgan mush insonlarning hammasi nima degan vaqtda Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bular kofir, bular murtad degan gap. Agar ular mushunga ishonmasa, o'zining qilgan qilmishlarining hammasini Qur'oni Karimniki tarozisiga sep chiqsin. Qur'oni Karim tarozisiga sep chiqqan vaqtida o'zining nima qilganligini, nima qarshi turayotganligini misol ashundan bilib olaydi. Yani bütün aşı tehdit sağan, aşı hakaret qilgan insonlar Allah'ın peygamberleriga, Allah'ın diniga va Allah'a hakaret qilgan insonlar. Yani bundaq insonlar qanday qildi degan vaqtda Qur'oni Karimda aniq deyilgan, yani yuqorqi oyatda ular o'zi patan qalibu xosirin. Ular oxirida o'zi ziyon tortadi. Hozirgi vaqtda bizniki xalqimiz, ya'ni
Muşuncha ular ziyonga duch kelishning sababi nima degan vaqtida haqiqatning ustida bo'lmaganligi, to'g'ri yo'lning ustida bo'lmaganligi uchun ziyon tortganligini bilib olaymiz degan gap. Endi Payg'ambar alayhissalomni ashundaq o'zi haqoratini qilgandan keyin Payg'ambar alayhissalomdan keyinchi degan vaqtida tarixni o'qisa bo'ladi. Shu tarix Tabari deganning o'zi nihoyat mashhur bir tarixga arablarniki nimasida ash kitobni o'qisimi nurg'unlagan narsani oydinlashtirib olaydi. Misol Payg'ambar alayhissalom zamonasida kofirlar Payg'ambar alayhissalomni Sarang, Majnun, o'z shoir bundan boshqa kitobni akalda har xil o'zi gaplarni qilgan bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomdan keyinchi degan vaqtida Payg'ambar alayhissalomga haqiqiy Allohning diniga haqiqiy ergashgan sahobalarniki bolalarning o'zini o'ltirish bilan, ular tahdid solish, o'ltirish bilan davom qilgan. Masalan, Yazidning zamonasini misol olsak, Yazid Makka Madinaga hujum qilgan vaqtida 10 minglagan insonlarni o'ltirishning sirtida 3 kun qanday qilsa mubah degan bir fatvoni chiqarish orqali 3 kech kunduz ashada bosqinchilik qilib kelarki yili nurg'unlagan o'zi haromdan bo'lgan bolalar ashada tug'ilganligi ash kitobning o'zida yozib turdi. Undan keyin Payg'ambar alayhissalom navrisi Husaynning o'zini Karbaloda o'ltirganligi, shularning hammasi nima degan vaqtning o'zida, shuning hammasi haqiqiy musulmonlarni o'ltirib etish orqali arablar, ya'ni Umayya sulolasi o'ziniki burunqi dinini, ya'ni o'z Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burunqi dinning o'zini, arabning dinini qaytadan tiklash maqsadida buni qilganligi o'tirib chiqdi. Endi hozirgi masalan, ma kitobda bor bu narsa, ma bu hidoya endi. Bu hidoyaning o'zida ne ketdi bu? Shu jazo degan bir bob bor. Shu bobning o'zida yozilgandi. Buni nima deydi desa, ve izar taddal muslimu anil islami uriza alayhil islamu fa in kanat lahu şubhatun kushifat lahu ve yuhbasu salasata ayyamin fa in aslama ve illa qutila dedi. Mana hukm shu. Shu hidoyaning o'zida bir musulmon o'zining dinidan, ya'ni islom dinidan yenib ketsa, uning islom qoidadan o'zi to'g'rilandi. Ya'ni qayta uningga islom dini qaytqin deyiladi. Agar u odam shubhi qilsa o islom dinida, ya'ni darhol islom dini qaytmay uning shubhilangan bo'lsa, u odamni 3 kech kunduz o'zi, ya'ni 3 kun so'lab qo'yildi. Agar u odam 3 kundan keyin o islomni qabul qilsa, qabul qildi. Qabul qilmasa desa, qutila, o'ltirildi. Bu kitobga bu narsa nereden yozilgan degan vaqtda bunun o'zi nima bu yerda ne ketdi? Nechinchi bet shu bet sonini aytib qo'yishlar. Shu hidoyaniki matnisniki yana hidoyaning o'zida 205-bet. Buning o'zi mavzuning o'zimi jiqaroq bir nima ekan bu? Jazolar to'g'riliq bab. Yana shu murtadniki faslun fil murtad degan o'zi faslda shu o'zi maxsus bayon qilindi. Buning o'zi hech qanday Qur'oni Karim bir tal oyatga nim qilinmagan, bir tal oyatga o'zi oyatni dalil qilmagan, hech qanday bir oyat dalil qilinmagan buningda. Faqatla bu yerda bir rivoyat dalil qilingan. Bu rivoyat nima degan vaqtida
Men tereke dinehu faqtuluhu degan bir rivoyat var ekanda. Kimki dinini tashlab etsa, uni o'ltirib etinglar degan bir rivoyat ekanda. Mana mushu rivoyatga buning o'zini kim rivoyat qilgan? Yani Sahih Buxoriy, Sahih Muslimning rivoyati ekan. Bu rivoyat nerede paydo bo'lgan degan vaqtda Umayya Abbasiya sulolasi zamonlarining o'zida bular tamamen o'zi Arabniki koni dinining o'zini asli keltirish fursatiga ega bo'lgan. Shu vaqtda burunqi, ya'ni burunqi payg'ambarlar va payg'ambar alayhisolam zamonasida payg'ambar alayhisolam qarshi turgan insonlarning hammasi o'zining dinidan yenib olsa, o'ltiramiz degan o'zi uniki nemisda bo'lganligi uchun shuning o'zini fiqh kitoblarga kirdirib, musulmonlarga buni o'zi ijro qilgan misol. Uning uchun payg'ambar alayhisolamni Makkada qanday qilgan degan vaqtda Makkada o'ltirib o'tish qaroriga kelgan. O'ltirib o'tish qaroriga kelgandan keyin payg'ambar alayhisolam Makkadan Madinaga bekatida o'zi yo'shirin qochib ketgan. Shu orqali o'zi qutulib qolgan. Bo'lmasa payg'ambar alayhisolamni o'ltirib o'tadi shu yerda. Demak, dindan chiqib boshqa bir haq dinni qabul qilgan insonlarni o'ltirish kimning ishi ekan degan vaqtda kofirlarning ishi degan gap. Buni mana mushu hozir bu murtad buni o'ltirish kerak, andaq mandaq deyotgan insonlarning o'zi Abduqodir Yapjan yaxshi anglash kerak buni o'zini. Qur'onni ashani o'qish kerak bu insonlar. Bütün payg'ambarlarning tarixini o'qish kerak. Payg'ambarlarni kim o'ltirib deyapti va payg'ambar kimni sen dinni qabul qilmading va dindan chiqib ketding deb o'ltirib debdi. Buning o'zini bilish kerak. Ya tarixda o'tgan hech bir payg'ambar sen Allah'ın dinini qabul qilmading yoki sen Allah'ın diniga kirib chiqib ketding deb bir insonni o'ltirganlik haqida Qur'oni Karimda hech qanday bayon yo'q. Chunki Alloh taolo insonga bergan erkinlikniki birsi dini nima e'tiqod erkinlik. Yani insonniki e'tiqod erkinligi, insonga e'tiqod erkinlik bergan. Yani inson o'ziniki erkinligi bo'yicha xohlagan dinni qabul qilish va xohlagan vaqtda undan chiqib ketish erkinlik ega degan gap. Uning uchun payg'ambar, bütün payg'ambarlar buni amal qilganligi uchun bu yerda nima qilgan degan vaqtda hech qanday bir dindan chiqib ketgan insonning o'zini u yerda o'zi jazolamagan va sen kofir deb o'tirib uni jazolamagan. Faqat bu yerda jazolangan insonlar qanday bo'lgan degan vaqtda orliqda o'zi kelishim tuzab, kelishimga amal qilmagan yoki hujum qilgan insonlarga qarshi hujum qilgan. Mana bütün tarixni o'qis bo'ldi. Ammo Abu Bakrning zamonasida payg'ambar alayhisolam vafot bo'lib, Abu Bakrning zamonasiga kelgan chaqda bir qavmning o'zi bir qabilaga qarshi o'zi musulmonlar urush qildi. Oshining o'zini Ridda urushi deb yozilgan bu kitobning o'zida. Bu butunlay xato narsa bu. Bu yerda shu rivoyatning o'zidan bor Abu Bakrning degan so'zida nima deydi degan vaqtda kimki payg'ambar alayhisolamga bergan bir o'g'loqchaqlik narsaning o'zini menga bermasa, men uning qarshi urush qilaman degan. Bu nimani bildirdi degan vaqtda bu bojni bildirdi. Ya'ni davlatga boj to'lash. Her qanday bir yani nipqan bo'lsa, ishg'ol qilgan bo'lsa, u ishg'ol qilingan o'rin u davlatning hokimiyatini e'tirof qilishi boj to'lash bilan isbotlandi. Boj to'laganligi u davlatni e'tirof qilganlik bo'lib hisoblandi. Hokimiyatni e'tirof qilganlik hisoblandi. U yerda ularni u bojni bermaganligi sizning hokimiyatingni e'tirof qilmaymi? Hokimiyatingga bundan keyin bo'ysunmaymi degan gap chiqdi. Uning uchun u yerdagi narsa nima degan vaqtda u murtadni o'ltirish emas, hokimiyatga qarshi chiqqan insonlarga qarshi nima urushgan bir nimani bildirdi. U yerdagi urush u, ya'ni o'zi ridda urush emas, hokimiyatga bo'ysundirish urushi bu. Hech bir zaman o'zi buni ridda urushi deyish xato. Ya'ni ashada aynan deyiklik, shu mollaning o'zim deyiklik, shu hadisda keltirib ashaga kimki payg'ambar alayhisolamga to'lagan bir o'g'loqchaqlik narsaning o'zini menga to'lamasa, men uning urush e'lon qilaman degan mening hokimiyatim, ya'ni payg'ambar alayhisolamdan keyingi Abu Bakr xalifa, ya'ni Abu Bakr hokimiyatiga nim qilmasa, to'lamasa hokimiyatni e'tirof qilmaganlik bo'ladi degan gap. Hokimiyatni e'tirof qilmagandan keyin u hokimiyatni e'tirof qilmagan insonlarni e'tirof qildirish uchun
Onun özü harbiy yurish qildigan gap. Hozirgi dunyoda shu-ku. Misol, Turkiya hukumati nima uchun kurdlar u yerda o'tirg'i chiqsa uni bostirdi? Chunki hokimiyatni o'raymiz deb, hokimiyatni e'tirof qilmaymiz degandagi uning o'zini bostirdigan gap. Shu vaqtdan tortib u jamiyat bo'layotgan ishlar shundoq. Uning uchun bu yerdagi urushning o'zini murtadni o'ltirishga dalil qilish tamoman xato. Ya'ni murtadni o'ltirish hukminiki kelib chiqish manbasi tarixdagi, ya'ni shu Adem Aleyhisselam'dan keyingi payg'ambarlarning, butun payg'ambarlarniki zamonasidagi kofirlarniki yapmangan ishiniki oxirgi natijasi degan gap. Ya'ni kofirlarning yo'li degan gap bu. Murtadni o'ltiramiz degan gapning o'zi kofirning yo'li degan gap. Mening dinimdan, bizning ota-onamizning dinidan yoki bo'lmasa burunqilar 1400 yilning yanqisi mengayotganlar xato yo'lda mengib ekan, sen chiqib bu gapni qilyaptamsa deydi-da. Ilmi Xudoga shukr, alhamdulillah. Mushaf, Qur'oni Karim bor ekan. Shu to'g'ri. Yani bir peygamberninki başka bir adamni öldürüp etip dinge giymedin depçu. Musa Aleyhisselam öldürüp etken adamı bir dinge giymedin dep öldürüp etmedi onu. Musa Aleyhisselam peygamber buluştun burun boğa vakalık bu. O vaqtda Musa Aleyhisselam o din nima onu bilmeydiği adam da o. Şunda işken evdelik özümüzün dinini Kur'an'dan öğrenmegen vaqtda başka narsalar aralashib, hatta hozirda vatırlar şu kafirlarning ishi bu. Yani bir özününki dininden chiqayotgan haqiqiy bir dinga mangan adamni o'ltirib atadigan ish bu Allah'ın dinideki ish emas bu. Qur'onda bunda bir narsa yo'q deb davatlagan Allah Rasulü. Kafirlarning ishi yani. Endi bizga kirgan dinchi degan vaqtda bizga aslida Qur'oni Karim kirmaslik. Bizga arablarniki yana boyman ko'rsatdim bu shu hidoyat sharvaqay degan shu narsa keraklik misol. Bu narsa butunlay arabniki dini bo'lg'achqa u yerda shu kofirni o'ltirish, murtadni o'ltirish degan narsa ashunda bo'lg'achqa bizning ajdodlarimiz masalan Sutiq Bug'roxon boshchiligida bizning vatanda haddi hisobsiz insonlar, begunoh insonlarning o'zi dinga kirmadan murtad bo'lib ketgan degan ma'noda o'ltirilib ketgan. Undan keyin degan vaqtda, undan keyinmi ya'ni bizniki yaqinqi zamonimizni 100 yil atrofidagi zamonlarning o'zini nima qilsak, misol Abduqodir Domollamning zamonasidami Abduqodir Domollam insonlarning o'zini hozirgi zamonaviy ilmlarga o'zi yeteklab, mush ilmni o'qimasak dunyoning oxirida qolib qolamiz. Teximbe xarlashib ketimiz deb insonlarni shu to'g'ri o'zi bilim olishga tashviq qilgan vaqtida Abduqodir Domollamni o'ltirgizib o'tgan insonlar qanday insonlar bo'lgan degan vaqtda hozirgi shu Qur'onga aytilgan insonlarni murtad, murji degan ashni o'ltirib o'tish farz deyotgan, vojib deyotgan ash insonlarga o'xshash insonlar o'ltirib o'tgan yani. Yani bular hozirgi shu bizni murtad deyotgan insonlar Abduqodir Domollamni o'ltirayotgan insonlarniki nimasi? İzbasarlar yani. Abduqodir Domollam, Chingizxon Domollamga o'xshash shunday odamlarni xalqning oldida bu degan o'zi jadidi, bu vahobiy va kaza degan necha xil o'zi shunday laqamlarni qo'yish orqali xalqni undan yiroqlashtirib qilganligi shu Abduqodir Domollamniki Abduqodir Domollam haqida qissa degan kitobida aniq yoziqliq. Abduqodir Domollam bolalarni o'qitaman deb o'tirib bir uyning o'zini o'zi loyitib shu yerda sug'ayotganligi haqida shunday bir o'z narsa shu kitob yoziq. Demak, Abduqodir Domollam xalq uchun xizmat qilma degan vaqtda xalqni Abduqodir Domollamdan yiroqlashtirayotgan insonlar kim bo'lsa, shu vaqtdagi radikal, xurafiy mollalar yiroqlashtirgan degan gap. Oxirisiga verib, u Abduqodir Domollamning qilgan ishlarining o'zini singdirolmagandan keyin shu nim bilan Xitoy hokimiyati bilan birlashib turib, uning o'zini o'ltirayotgandiki uniki o'ligini ondan keyin bu g'arb davlatlari qildi deb ashuni otib qo'yish orqali yana Xitoylik depaq o'sloynab
Xitoyga o'ch qilmay millatning o'zini g'arbga qarshi bir ideologiyani tiklashga asos qilgan yani. Yani bizniki Abduxoliq Uyg'urmi shu? Abduxoliq Boldir Uyg'ur, uyg'ongan Abduxoliq odam. Aşına qo'shash nurg'un o'zi shu vaqtdami olimlar chiqqan, lekin u xoinlar yani o'zi vatan xoinlari bo'lgan xurafiy mollalar kim bilan birlashgan degan vaqtda Xitoy bilan birlashgan. Yani Xitoyniki yantayg'i bo'lgan shu vaqtning o'zida. Yani hozircha degan vaqtda hozirmi shu Qur'onga chaqirayotgan yani o'zi insonlarni o'ltirimiz, chapimiz, bular murtad degan insonlar degan vaqtda Xitoyni depiq ustoynayotgan insonlar. Bunu Xitoyni depiq ustoynayotgan, Xitoy bilan birlik sep tuzgan insonlar desak bo'ladi. Nima uchun degan vaqtda? Chunki Xitoyning do'stidir bular. Misol Xitoy Arab bilan shunday yaxshi do'st, bularchi desa Arabni yaxshi ko'rdi, undan keyin o'z Xitoyning dushmani bo'lgan insonlarni yomon ko'rdi. Millatni qutqizish derdi yo'q bularniki. Davamlı bularni qilib kelayotgan narsa nima desa, islohotchi insonlarning o'zini millatdan yiroqlashtirib yoki millatni shu insonlarni o'zi saskindirib, shu insonlarga la'nat qildirib, shu millatni orib, shunday o'zi millatni nadon qoldirish yo'liga epman tarixda. Hozirgi vaqtda misol dunyoning har qaysi joylarida o'g'illar ayni qilib qolsin, qizlarga Qur'on yodlatish işleri var bizde. Kur'an'ı mesela Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Kur'an'ı yadlatkan deydi de neyim için yadlatkan dese kağıt kamdı dep yadlatıptı misal. Hem de hazır kağıt kamma Kur'an kamma hazırki vaqtida yaxshilab o'qishni o'rgatib qo'yishni bo'ldi. Qag'inning o'zini Qur'on qarab o'qitib bo'laverdi. Ammo bir ömür Qur'onni yodlatish orqali uniki hayotini tamoman vayron qilib o insan özü Kur'an yadlap cemiyet çıkan vakti hiç mi gerek gelmeydiğen, hiç kandak iş kuldan kelmeydiğen insaniyetke ayrı kalsın, özüge mi özü eskatmaydiğen bir insan terbiyelep çıkış, bulaniki hazırki hizmeti olup kelmektir. Bunun özü neymi dese, bu Xitay özü kütüvatkan bir yol diyen gep. Xitay'niki özü məxti hizmet kılış diyen gep bunun özü. Yani mandak jetkan vakıda, Bilip bilmey. O nurgul bazıları bilip bilmey kılışı mümkün, lekin bunun içinde bildiğanlı var yani. Hemmesini bilmeydiğanlı emas bular. Bunu bildiğanlı var yani bunun içinde. Bilip durup, aşındak özündeki menfaat için, özündeki Arap'ın uya bir pul gelir dep, aş pul için özü Allah'ın dinini setip, aşındak haşlaydıgan insanlar var yani. Yani bu bizdeki dini alimlerimizin içinde şundak yaxşı, acayip öz esil alimlerimiz mi var? Ve lekin aramızda şundak radikal, hurapi insanların özünü insaniyet dünyasına geldi. Bulup Uygurlarınki, Uygur evlatlarınki aldığı ilgilileşik tamamen toskulluk kılıvatkan, onun özünü hata yolga yeteklevatkan, şundak hata itikattaki, hata yoldaki hurapi mollalar var. Yani bular bizniki şu hazırki vatanni azat qilish yo'lidagi eng cho'ng to'salg'ining birisi aslida. Millat buni o'zini hozir anchbek nim qilmayotdi, lekin shu haqiqiy o'tirib chiqib turib ish qildigan vaqt kelgan vaqtida ishni tamoman buzdiganligi shu. Yani bir og'iz gap bilanlar vatan millat desang bizdan bil go'sh bo'lsa, degandekli bir og'iz gapni qiladi, u millat o'zi islom diniga e'tiqod qilgan bo'lg'achqa ularniki bundaq yalg'on yovdaq gaplarni rost deb anglab qoladi. Shuning bilan bu yer nima bo'ldi degan vaqtida millat parchalanib, shuning bilan ish tamoman vayron bo'lgan gap. Tarixdan bu yana shunday bo'ldi misol. Mushu sabab bilan, ya'ni mush xurofiylik bilan, mush radikal e'tiqod bilan biz nima qildik degan vaqtida misol 95-yildan 2000-yilgacha oralıqda O'rta Osiyoni sesib bo'ldik. O'rta Osiyoni sesishga sabab bo'lgan narsa mush radikal aqim bo'ldi bizniki. Amaliyotga uyg'un ish qilmaslik, insonlarning o'zini vatan millat desang bezan bil go'sh bo'lsa deyish orqali millatni aldab, qalti ko'chiga kirdirib,
aşağıda özü milletni vayron qilish, bularniki tutgan yo'li shu bo'ldi. Shuning uchun O'rta Osiyoni seçip olduk. Şu sebepten özü ikki O odam, şu yerda ikki qozoq Oturasyon saqchi, ama ikki qozoq Vakı saqchining o'zini Aksaray. o'ldirish orqali hech qanday Ha. o'zi u yerda Uyg'urni turolmaydigan bir holatning o'zini shakllantirdi shu yerda. Aksaray'ın bayrak adayımız degan gapchi? U Gap bu bo'lmaganmi? u bo'lgan shu Hasan Maxtum deyotgan gapi shu. Hasan Maxtum o'z vaqtida birinchi qadaydigan yer Aksaray qadaymiz bayroqni o'zi. Aksaray qilib qolsin. Shu vaqt George Bushning 5 qadamishdi. Bu kadar yani o'zi rezil, yani bu kadar o'zi xurafi, yani aqlsiz insonlarda bizni oldimizdagi o'zi bizniki xalqimiz bizga yo'lboshchi bo'lib degan insonlar o'sha darajada aqlsiz insonlar bo'lgan yani. Bizning insonlarimiz o'sha odamniki deyotgan gapini to'xtaya nima deyotsa demaklik yani. Buni aytgan vaqtida. Hozirmi shundaq? Hozirmi ne ziyolilarning qashida shu molla tilin chaynab gap qilsa, to'g'ri bo'lsa oltsin. Xata bo'lsa ashuni 5 sangiltib o'tirdi. To'xtab tur, nima deyotsa deydigan bundaq bir odam yo'q. Uning uchun o'z og'ziga kelganini deverdi. Mening rost deblekin, shu yerda o'zi hech qanday bir odam uning qarshilik ko'rsatmagandikin, u ketavergan gap. Shuning uchun bu yerda xalqimizni nima uchun biz buni deyotimiz degan vaqtda haq nohaq tuyg'usi bo'lish kerak. Haqni qo'llaydigan, xatoga, yani botilga qarshi turadigan bir iroda bo'lish kerak bu yerda. Jasorat bo'lish kerak yani. Eğer biz insan bo'lgan bo'lsak, biz hozir men mayat ko'ryapmiz. Angliyada. Bir haftadan birisi namoyish bo'ldi. Namoyishning o'zida inglizlar vatan bizniki. Qag'al tikasdan demasdan bir qism odamlar uni degan bo'lsa-mu, nurg'un inglizlarning o'zi o'tirg'i chiqib, bu yerda hammamiz o'xshash inson deb u yerdagi o'zi gunoh, ya'ni jinoyat o'tkazgan odamni biz nima qilishimiz kerak, jazolashimiz kerak. Bu yerga kelgan bütün insonning o'zini jinoyatchi deb ko'rsak bo'lmaydi deb haqni so'zlaklik maydi. Biz ma'ning o'zi xristian va boshqa din nima yahudi deb nima qilmaymiz, yaratmaymiz. Men mushular haqning oldida, ya'ni haqiqatning o'zini o'ttirdi so'zlab, ya'ni insonlarga buning o'zini tushuntirdik, bu orqali buni besqirdik. Bizda chu degan vaqtda salom qilishdan qo'rqib, ya'ni o'sha falon og'inam salom qilmay qolamiki, og'inam meniki yoki jamoat salom qilmay qolamiki deblekin, yoki qizimga chiqmay qolamiki, yoki o'g'lim xotin chiqmay qolamiki deb o'tirib, o'sha insonlarning oldida paypatak bo'lib yurgan gap, u haqiqatning o'zi oyg'asib ketishni qat'iy nazar misol. Bu holatda bizning ahvolimiz. Uning uchun bu yerda nima bo'ladi degan vaqtda haqiqat bizning ichimizda hech bir zaman bosh ko'tarolmaslik. Şu 100-200 yıldan birisi hiçbir zaman hakikat baş götüremeklik. Ne için? Hakikatni bilsin mi, bilmez ki seviliş. Anlısı mı, anlamaz seviliş. Kösü mü, kömez seviliş. Kesili bizning milletke juqib ketken. İçiden onunki özü jürükü ornap ketken. Onun için bu yerde insanlar neyim kıladı diye vaqtda bilsin mi, aşağı 5 sangıltıp aşağı olturdu. O molla o xudo emas. Onu xata sözlüse to'xtaya nima deyotsa deyish kerak u yerda. Xato yo'lga boshlasa nima deyotsa nagmog'imiz biz. Ma yo'l xato deyish kerak. Sen nima demaysiz payg'ambarning zamonasida payg'ambar alayhisalom sen o'zingning irodasiga tushdingmi, mayaga yoki Alloh seni tushishga buyurdimi? Degan vaqt o'zimning irodasidan degan vaqt bu yerga tushkunimiz xato deyolgan o sahobaning o'zi. Ya'ni bizning xalqimizning ichida to'g'riga to'g'ri, xatoga xato deyalaydigan insonlar o'tirdi bo'lish kerak va o insonlarda jasorat bo'lish kerak. Shunday bo'lgan vaqtda bu haqiqat o'tirib chiqdi. Uningdagi o so'zlaydigan insonlarmi to'xtab turadi deb kitob ko'rib, u yerda to'g'risini so'zlaydigan bo'ldi. Bo'lmasa millatimizni ashunday aldab ketaverdi bu insonlar. İnsan devatimiz ama bularni inson deyishga emas to'shmaydi. Endi ikkinchisi degan vaqtda ikkinchisi Turkiyaga 2007-8dan boshlab kelgan Uyg'urlar Turkiyada nima bo'ldi degan vaqtda Turkiyada Rayna voqeasi qatnashish orqali 39 odamni o'ltirgan qotilga xutnab berish, pul berish, mashinada to'shish va har xil yordamlarni qilish orqali u yerda Uyg'urlarni razil qildi misol. Xitoyning maqsadi nima degan vaqtda Uyg'urlarni dunyoning hech qanday bir yerda tug'usiz qilib o'tish
va bu millatga hech qanday yordam berishga bo'lmaydi degan bir yerga akilish, dunyo xalqining o'zini o'sha yerga akilish uchun o'zi Xitoy harakat qiliqliq. Buning o'zini kim bilan amalga oshirdi degan vaqtda radikal molla bilan amalga oshirdi Xitoy. Boshqa bir inson yo'q, chunki bizning xalqimiz mollik ishini. Buning uchun bular radikal mollaning o'zini o'tirg'i chiqarish orqali ularga har yo'llar orqali yordamni yetkazib, shular orqali o'zi kishilarning o'zini shunday xalta ko'chiqqa boshlab, ani o'ltirsang savob bo'ladi, masalan, o'sha yerda hariq ichida tang o'ynaydi degandek banani qilib, tang o'ynasini beshingda o'ynamdi, istisini qening ichamdi. Sen u yerga berib, u insonni o'ltirishga nima bor? Misol. Sen Xitoyga hech qanday Xitoyning seriq tukiga kuching yetmaydi. Kelib hamda sen bu yerda boshqa bir davlat kelib, u insonlarning o'ziniki huzurini buzgan nima haqqing bor misol. O'z vaqtida mingilgan, 100 mingilgan insonlarni qurbon berish orqali ozod qilgan davlat u. Hamda sen kirib tayyor davlatga kelib bu yerda u insonlarni huzursiz qilishga hech qanday haqqing yo'q. U yerda seni qilgan ishing nima desa, shu Turkiya davlatiniki qonunniki ramkasi ichida shuniki nima o'zingniki da'vo ishining o'zini qilish. Bu sening ishing. O'tgandagi masalan nimalqi bir chirkovda bo'lgan voqealik va bir boyni bulash voqealigi va keyin mana o'zgarlashdagi bir odamni o'ltirish voqealigini hammasi nima desa, bularniki tegida radikal molluniki ta'lim tarbiyasi yotadi misol. Hammasi bu shu radikal xurafiy mollalarniki o'zi ta'lim tarbiyasi orqali insonlar u yerda o paloniki shunday o'zi zakot vermaydi uni melni bulsak bo'ladi, ma odamni o'ltirib olsak bo'ldi degan shunday fatvolarni chiqarish orqali shunday har xil fatvolarni chiqarish orqali insonlarning qalbini ideyasini zaharladik. Bu insonlarga berib, shunday o'zi davlat bo'lib, bir mafiya bo'lib, undan keyin o'zimizning xalqini bulaydigan, o'zimizning xalqiga tahdid soladigan va boshqa davlatlarniki yoki o'ztirayotgan davlatga Uyg'ur xalqining o'zini yomon ko'rsatgan bunday bir ishlarni qiliqliq. Hozir Turkiyada Uyg'urlarni turklar burunqidek o'zi hech bir zaman yaxshi ko'rmaydi. Burun o'zi voy qarindishim deb turgan turklarning o'zi hozir yo'lda mansaq shu yomon ko'z yo'l qaraydigan odamlar nihoyat ko'p bo'lib ketishlik. Davlatniki nemiz bo'yicha ular bir odamga andaq-mandaq demaklik va lekin nihoyat o'zi Uyg'urlarni yomon ko'radigan odat o'tirib chiqishlik. Buning hammasi sababi nima degan vaqtda shu radikal ideologiyadagi insonlar ko'p bo'lib ketganlikdan Turkiya nurg'ulg'a yomon ishlarni qilib, shunday o'zi Turkiya hukumatiga va xalqiga bizniki xalqimizning o'zini sesib etdik misol. Endi bu ishlar Turkiya O'rta Osiyoda bo'ldimi degan vaqtda bu ish Yevropadami bo'lug'liq. Masalan, o'tganda dedik qo'shning o'zini Norvegiyada terroristlik qilish uchun shunday o'zi hozirlangan insonlar tutildi Uyg'urlarning ichidan. Hamda u yerda do'konlardan o'g'irlik qilgan insonlar tutilib, do'konga kirmas qilingan o'yindak ishlar bo'ldi. Bu ishlarning o'zi shu Yevropaning haqqasi yerlarida hammasi bor. Masalan, Angliyadan hozirgi vaqtda ishlaydi, ishlagan vaqtda qarish qilish orqali davlatga bosh topshirmaslik, bosh topshirsak bu kafirlarga yordam qilgan bo'lamiz deb o'tirib, shunday o'zi qalaymagan juyilib insonlarni qalaymagan xalta ko'chiq boshlaydigan insonlar hozir mavjud. Bundaq bu shu ish davomlashgan bo'lsa, u vaqtda bizga dunyoda yordam qiladigan, bizni gapimizni qiladigan bir ming inson qolmaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bundaq radikal xurafiy insonlarga biz o'zi qarshi turishimiz, ularning o'ziniki xurafiy asossiz gaplarga yo'l qo'ymasligimiz lozim yani. Ya'ni butun xalq buning qarshi turish lozim. Agar biz vatanni ozod qilamiz
Yani özümüzdeki narsalarni chiqarib chiqish orqali bir ozod bir ideologiyaga ega bo'lishimiz lozim yani. Undan keyin biz o'zimizdagi vatanni ozod qila olamiz. He, Yani Allah razı olsun. yig'ib aytgan vaqtida bizniki ichimizdagi eng zaharli insonlarimizni eng o'zi yomon yo'lga boshlayotgan, insonlarimizni og'it qilishga sabab bo'layotgan hozir yani. Shundoq insonlar, yani dunyoda insonlarimizni sesib ketishiga sabab bo'layotgan insonlar bir qism xurafiy, radikal mollalar. Yani mollaning hammasi demaymiz hech bir zaman. Bunun ichida istisnosi bor. Nihoyat o'zi yaxshi, shundoq ilg'or, shundoq go'zal o'zi qarindoshlarimiz bor, diniy olimlarning ichida bularning o'tirib chiqib, shundoq o'zi bir xalqimizniki to'g'ri yo'lni yo'ritib berishiga biz o'zi tashabbus qilamiz. Va lekin biz buning ichidagi bir qism xurafiy Xitoyniki nemasi ideologiyasi, Xitoyning maqsadiga yantayoq qilayotgan bundaq insonlarga yo'l bermasligimiz lozim. Buning ham tashabbus qilamiz. Xo'sh. He, Allah razı olsun. Hem de Allah'ınki dini bir tarafta kayıp kalıp Allah'ın dini biz şu Kur'an-ı Kerim'de de baştan ayağa şuna da geldik da. Öz vaktinde hem Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını 23 yıllık nebilik, resulluk, elçilik hayatı var. Bunun 10 yılı Medine'de, 13 yılı Mekke'de ötüldük o. Mekke'deki vakti de asaslıkı yani senin başladılar İbrahim Aleyhisselam butunu çakkan olsa Peygamber Aleyhisselam o İbrahim Aleyhisselam'ın kıkın demez. İnsanların kallasıdaki özü doğru da itaat kılvatkan dindeki şek şüphelerini, şiriklerini körüstüp verip 23. yılı yani 20. yılı mı? He. Şu çağda Mekke fetih olganda ondaki kayıtıp gelip o butlarına çıkılır şundan ya. Her bir peygamberninki özgü şu devirge layık yol tutmayanlar hem düşün. Şonlaşka bu naiti mühim bir mezmun hem de. Çünkü Peygamber Aleyhisselam bir yeni bir dine kelgeni yok. Fakatla burunki İslam dini Adem Aleyhisselam'dan tatip kelgen İslam dini özgürüp mesela Yahudileşip gitiglik, Hristiyanlaşıp gitiglik, Yahudiler peygamberden öldürgen olsa, bak Hristiyanlar peygamberden ilahlaştırırlar. Yani Muhammed Aleyhisselam yana kelgen çağda biz yine şu ata burunki İslam dininde meğlumatımız dep, lekin başkalarını şirik kılmalıklar butne yoki başka cemiyeti güçlük nimelerni Allah'a şirik kılmalıklar. Şu tarakkide bir sistemede kurup meğlık halkını izg'ilg'amdi shu dindan foydalanib. Doğru. Fakat Peygamber Aleyhisselam yerdeki şirik narsalarni ko'rsatmagan, xalqning kallasidagi şirik itiqodni tozalab, undan keyin Mekkeni fath qilgandan keyin ancha qiyg'liq uni shu. Doğru. Şu Kur'an-ı Kerim'de ya da asaslı Peygamber Aleyhisselam'ın vazifesi başka bir yeni bir dine kiliş emez. Din Peygamber Aleyhisselam'dan başlangan emez. Adem Aleyhisselam'dan tatip kilovatkan din İslam dini bir yerde şu şirikni tazılagan. Hem de Kur'an-ı Kerim'de işleşkanda şek şüphe yok bir kitapını ekelse şu vaktki Mekke müşrikleri bir digenge bizgi başka bir kitap ekelgen. Değilgen şu. Hem de kim Peygamber Aleyhisselam tüyüp ketkendiği kim bu insanlar kanlar derse tamam bu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Onundan başka yine başka vahiy mi var dep başka kitaplarına gelip Allah'ın kitabına şirik kılıvadılar. Biz bunu da vardımız. Şunun için bu yerdeki nesinin diye vaqtida yani biz burunta devatımız delil ispatını oz keltirong devatımız. Delil ispat tayinish Kur'an'ın yolu, peygamberinin yolu. Delil ispat tayanmaslık, hakaret tayinish, tehdit tayinish ve her xil hili mikri tayinishning o'zicha desa bu
Murtatliniki, murciyeliniki, kafirlarniki, münafıklarning yo'li yani. Bunun özünü bilip lazım yani. Yani her kadar adam işensin o şu bir deliller işensin. Onu inkar kısmı işenmesin mi bir deliller işenmesin hem de şu inkar kısmı diyen ayet mi bağımlı Kur'an-ı Kerim'de. Elbette. Hatta hatu burhanukum delilini kat'i yemirilmez bir ispatını ekersin deylik. Biz şu Kur'an-ı Kerim'de ispat kılıp oturup çıkalım başka bir nes demedik. Allah'ın kitabı dedik. Bundan başka bir vahiy yok dedik. Bola bize peygambere karşı namazlı yok dedi. Namaz inkarcısı, hadis inkarcısı, Kur'an inkarcısı demigin gibi kalmaklıqamdı şu. Hemmisi töhmetde bununki. Aşı gapni Hatta qilishga uyalmadi. hatta qanday yerga kişilik geldiyse xalqning kallasi da hazır. Sizlar peygamberni inkar qiladigansizlar deydi. Bu Kur'an o'qigan adam peygamberni qanday inkar qila oladi demdi şu. Aşı gap xalqning kallasiga singdirilgida bu qanday mumkin bo'ladi Kur'an o'qigan adam peygamberni qanday inkar qila olasin? Ular bizniki peygamberni inkar qilmaganligimizni, namozni inkar qilmaganligimizni biladi. Anglab hemen biliklik. Lekin bizni xalqqa sat ko'rsatish uchun, xalqni bizga qarshi qo'yish uchun u yerda bizni mushuni inkor qildi deylik. Bu xalqning o'zimi ashu zot ashu debdimi yo demabdimi deb ashu bizniki so'zlagan narsamizni ko'rmasdi yani. Yani bu kadar yani nadam bo'lib ketdikda. To'xtab tur, buni mandaq deyapti, Abduqodir Yapchan mandaq deyapti, Abdulla Yalqin degan Kalgush an deyapti. O nima? Yani bir Qashqarlik vaqo nima Qashqar edi. Onun öz an deyapti, mush insonlar deyaptini rasmiy olganmi? Bular rast dinda qaytib ketgan odammi yoki haqiqiy dinni so'zlayaptamdi? Biz ashu namoz degan bo'lsa, namozni rast inkor qilyaptamdi, qilmayaptamdi. Biz namoz degan mavzudagi ash odamniki leksiyasini so'zini anglab boqaylik deb anglab boqish kerak. Biz nima deb qo'yadi? Misol, inkor qilibdikmi yo isbotlabdikmi? Buning o'zini ashundan o'zi bilib olaydi. Biz har narsani nima orqali isbotlayapmiz? Qur'onga asoslanib isbotlayapmiz. Yani Qur'onda bormi? Bor. U qandaq? Hammaning o'zini Qur'on qarta isbotlayapmiz. Qur'ondan isbotlayapmiz. Bularga nima deyapmiz degan vaqtda bularga Qur'ondan bizga dalil keltiringlar dedik biz. U bizniki bu yerda o'tirib chiqib bundaq deyishimiz, bularniki o'tirib chiqolmay bundaq holatga kelib qolish nima degan vaqtda tam payg'ambar alayhisalom zamonasiga o'xshash butun o'zi sheriklarini qo'shib Qur'oni Karimga o'xshash bir so'rning o'zini, Qur'oni Karimning kichik bir so'risiga o'xshash bir so'rni keltirib baq desa, keltiramga o'xshashlar, ashlar matog'anga o'xshashlar, bular matoliqlik. Chunki Qur'onni oldiga kelgan vaqtda matoliqdir. Chunki Qur'oni Karim insoniyatniki amaliy ahvoliga, jamiyatga, hammasiga muvofiq holatda bir o'zi hukm chiqargan bir kitob. Agar uni tadqiq qilsak, shundaq yaxshi bir insonni yunda to'g'ri bir nimaga tushuncha ega qilgan bir kitob. Ammo bularni qilayotgan gaplarchi desa, hammasi fantaziya. Inson qat'iy ishonishga bo'lmaydigan, ishonsiz ziyon tortadigan. Ashundaq bir narsa bo'lgandan keyin, zaten ash narsaga ishonib, tariximizda qancha ziyonlarni tortdik. Endi yana shu ziyon qayta takrorlanmasin deb bu gapni qilyapmiz yani. Yani bularchi desa, bu davom qilish kerak bu ziyon. Bu millat zot qiyomat qoyim bo'lib ziyon tortish kerak degan tariqaga ketyapti. Hem Xitoyniki tutgan yo'li o'xshash bir yo'lni tutib ketyapti bular. Shuning uchun bu qarindoshlarimizni biz deydiganimiz nima desa, unda dalil isbotsiz unda narsaga ishonmasligi, tayanmasligi va so'zlaganlarmi to'xtab turay. Men bu narsaning o'zini Qur'on zot mushuning asosi bormi yo'qmi? Payg'ambar so'zlab deymiz, Qur'onga asoslanmay turib, u payg'ambar o'zining ra'yi bilan bir narsa so'zlamdi. Herkes so'zlamaydi. Unda bo'lgandan keyin Qur'onda mutlaq uning asosi bo'lishi kerak deb uni izlanish kerak bu arabcha bildiganlar. Biz öyle cedellashmaslik kerak yani. Biz öyle cedellashning hech qanday hojati yo'q. Sen xalqni qandaqan to'g'ri yo'lga yetaklaysan. Xalqqa qandaqan to'g'ri yo'lni ko'rsatib bera olaysan. Jamiyatdagi masalani, xalq duch kelgan masalani qandaqani to'g'ri hal qila olaysan. Buni nima qilishing kerak? Sen buningga o'zi atlanishing kerak. Bizga qarshi turishga atlanmasinki, hech qanday buningga o'zi biz Qur'onni so'zladik emas, seniki buning kuchi yetmaydi yani. Hadisi şəxsən
men 2010 yıldan tartip meyli Facebook olsun, meyli Köklem Toru olsun, meyli hayatkitabım.com, hazır yüzlen.net degan torbatlarga şu Kur'an merkezlik uçurlarını, tercümelerini çıkarıp kelyapman. Ana şu vaqtlarda işit degan bir yok videolarda berpa qildi bular. Yani şu vaqtda vay aşularını qo'llab ketganlar va hozir bilamiz bu shularni uchun. Ha. Şu vaqtda biz yine canlı yenimizga ep qo'yib turib, aşular şu kadar güçlü, Xudo hamma yani qo'rqitib etgan ayda vaqtlarda yine biz to'xtamay bu işimizni qilib keldik. Gerçi Fidoyla ekranı uçakda bizi teklif qilmagan bo'lsa-mu, keyin chiqdi-ku, qancha yildan tortib chiqdi, uni bilmaymiz. Ammo biz Facebookda boshqa qo'limizga keladigan, hatto WeChatdan tortib shu ishlarni qilib keldim-ku. Qo'rqatdi boshqalar, ayolimning oldini to'sdi, ayadan kelgandan deganda qurol va, andaq va, mandaq va. Yeringiz diqqat qilsin, %99% odam o tarafga qarab mengolsa, sizning eringiz ma tarafga qarab mengyapti deb jiganlar bo'ldi, qo'rqatganlar bo'ldi endi shu. Asa Alloh jalla jannichu. Qo'rqma yeni bir şey deb keldi endi-chi. Hozir ham yeni qo'pab, yeni bizga qo'rqoq selyapti-da. Bu düşmanın biz emas. Bu din Allah'ın dini. Düşmanın Xitoy. Düşmanın şunun qarta bir iş qilsan-chi. Doğru. Biz shu gapni deb keldik. Vatanni, millatni desang, bizdan bil to'q olmaysa, go'sh olmaysa dedik. Buning nari xato endi-chi. Sizlar dedilar, yapacağın aşı gapni ablara qilinglar deb dedi menga dedilar-ku. Endi nima gapimdi bu? Shuning uchun bu yerdagi narsani degan vaqtda hammamiz birlashib qandoq millatga to'g'ri yo'l ko'rsatib birbirimizning o'zini qilish, haqoratlash bu nima emas. Tillasin, Shi Jinping tillarni, Xitoyning hamma tillarni qarshi tillaversin. Uni bizning ishimiz yo'q. Ammo biz Qur'onga da'vat qilayotgan vaqtda bizni tillash bu o'zi Qur'oni Karimning mazmuniga, Qur'oni Karimdagi o'zi musulmonlikqa to'g'ri kelmaydi. Agar shuni qilsak, xuddi payg'ambarning zamonasida payg'ambar Qur'onga da'vat qilgan vaqtda payg'ambarni va butun payg'ambarlarni tillagan insonlar qatorida o'rin olamiz degan gap. Zaten Qur'oni Karimda o'qisak butun payg'ambarlarni haqorat qilgan insonlarni ko'ramiz-ku. Shular har xil tahdidlarni qilib, hech bir payg'ambar boshqa insonlarni tahdid qilmoqlik misol. Bir tal murtadga yoki bir tal kofirga bir dinga kirmeding yoki dindan yenib ketding degan bano bilan uning o'zi ahkam kesmaklik. Yendeki mollalar şu yapacağınыңcha, to'g'ri gapni yetkazmay, shu namoz inkor qildi, anda qildi, manda qildi deb gapni boshqa yerga burmalab, shu odamni ma'zur etmoqchi. To'g'ri. Asli shu odam 23 derisini tepib, tinglab boqsa, anda gapni qildigan odam emas o'chi. To'g'ri. Shuning uchun bizning deydiganimiz nima desa, shu Abdullah Yalqinga men qoid deymiz, u bizning qarindishimiz. Abdurahmon Jamol bizning qarindishimiz. Biz hammamizning o'rtaq dushmani, Bayma Abdulaziz qarindishimiz degandek, dushmani Xitoy. Xitoyning boshqa bizning dushmanimiz yo'q. Biz kallamizni bir yerga akilishimiz kerak, to'g'ri tafakkur qilishimiz kerak. Bir narsani to'g'ri tafakkur qilish orqali millatga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun tirishishimiz kerak. Agar xato bo'lsa birsimizniki, masalan, mening bir xatolik o'tgan bo'lsa, mening telefonimni eng uzoq vaqt ketsa 1 soat topadi. Bo'lmasa 5 minutda tep bo'ladi misol. WhatsAppni topa oladi. Tep menga telefon qilib, mandaq ijtimoiy xato ketyapti, mening o'zini bir tuzatsak bo'ladi desa, agar shunda xato ketgan bo'lsa, biz uni tuzatishga darhol o'zi qoyil. Uning dalil isbot to'liq shunday narsa bo'lsa, zaten xato ketgan narsa aniq bo'ladi-ku, biz uni tuzatamiz. Agar o'zi unda hech qanday isbotsiz haqorat bilan, har xil shantaj bilan, masalan, buni tuzatsa, anda deb tövbe qilsa, to'g'ri yo'ldan tövbe qilsa qanday bo'ladi shu vaqtda sizni yo'lga kirib turamiz biz?
Xitoyni deb usloynaydigan yo'l kiramdiq memde. Onun için bu yerda biz gapimizga diqqat qilishimiz lozim, tutgan yo'limizga diqqat qilishimiz lozim. Nurg'un qatim dedik, misol, Xitoy bilan bir sap turib qolmayli. Nima uchun degan vaqtda Xitoyning do'stlari bilan bir sap turyapmiz. Buning o'zi Xitoy bilan bir sap turganligimizni ifodalaydigan narsa. Siyosiy jihatdami? Ya'ni biz din hech bir zaman bir millatniki milliy kimlik yoki o'zi dushmanlashishiga sabab bo'lgan narsa emas. Din her insonniki Alloh bilan shu insonning o'rtasidagi ish. Onun için sen falan dinga kirib qolibsan, sen mening dushmanim. Sen ma dindan chiqib ketib qolibsan, mening dushmanim deydigan hech qanday bir insonning asosi yo'q. U to'g'ri narsa emas. Xolis chiqadi, xolis kiradi. O insonning o'zining shaxsiy ishi. O sening ishing emas o degan gapimdi. Shuning uchun sen o'zingning ishini qilishing kerak. Yani milli küreş yolunda biz hatta komünist bilen, hatta Hristiyan bilen, her kanda bir insan bilen eğer şu vatanını kurtuluşu Allah'ım, milletini azatlık eriştirdik Allah'ım işi olsa bir işimiz gerek, şunda mı ya? Elbette. O biz şu bir vaqtda dedik qo'y shuni o'zini. Misol, hozir Hristiyan diniga kirib ketgan Uyg'urlar va bu dindan tamoman chiqib ketgan Uyg'urlar va hozir vatanni qarshidagi insonlar chiqib bo'ldi bilmaymiz. Vatan sirtida misol shu insonlarning ichida hammamiz vatan millatni ozod qilish yo'lida diniy e'tiqodimizni o'tirib qo'ymagan shart asosida. Sen din ekansiz, sen mazhab ekansiz demasdan Uyg'urlikni, Sharqiy Turkistonlikni asos qilgan holda vatanni ozod qilish uchun o'zi boshqa turishimiz kerak, shuning uchun kurash qilishimiz kerak. Asla o'zimizning diniy e'tiqod va mazhabimizni o'tirib qo'yish orqali millatni parchalaydigan, millatniki oldin to'sadigan, millatni qaymoqtiradigan bundaq ishlarni qilmasligimiz lozim. Vatan millat desang, bizdan bil go'sht yo'lisi degan o'xshash gaplar ana shundan chiqqan narsalar. Shuning uchun biz bundaq ishlarga diqqat qilishimiz lozim. Tamam. Bir Ahmetcan senin gipini var mı? Ya başka tamaşibinlarınki gibi var mı? Tamaşibin deyip kettik hem körürmenlerden değil. Assalomu alaykum, yaxshi tudinglar. Bugungi darsnoma burungi darslarni yaxshi anglab kelgan qarindoshlar bo'lsa, yod tuyuladigan mazmunlar yo'q. Ammo o'tirdan anglagan, burungi ko'm tushunchalar bilan selishtirib qabul qilinmaydigan mazmunlar xeyli borda. Endi bugungi mening diqqatimni chekkan narsa, burun his qilgan bo'lsaqmi, bugun ustozniki tushuntirishida Kur'an menbalik dinda öldürüş anladı. Öldürüş diyen nersinin nim bulduğu Ahmetcan gap sözüne vardı da, lekin sözü çıkmadı da. Öldürüşke alakadar mezmunun ki, yani sebepnin neymiş geldiğine asas şartını düşünüp etken bulduk. Muhimi Allah'ın dini de bir insanın itikadi sebeplik itikadını tallaş yoki e'tiqodini o'zgartirish sababli uning o'limga hukm qilinishi asossiz ekanligi bugungi temining bugungi shu programmaning asosiy jon tomiri bo'ladi. Chunki mazmun e'tibori bilan temaga aloqador. Endi qarindoshlarimiz biz e'lonni bergan chog'da shunday yozildik, ammo amal va biz siliq o'til deyishyapmiz hozir qadar. Chunki qasddanlik bilan bilib turib qilyotdi degan tushunchada emasmiz. Bilinmeyotdi degan qarashda, bilinmeyotgan bo'lganligimiz uchun bildirishga, o'zaro to'g'ri tushunishga tirishib, fikrlarni o'rtaga qo'yilyotdi va Qur'onni asos qilgan manbani, Qur'on qilgan asosdagi fikr tushunchlar bilan kelsa, xatoliklarimizni har vaqt bo'ynimizga olamiz deb kelyotdi ustozlar. Uning uchun bugungi ko'rman do'stlarningki bekerak diqqat qiladigan tarafi nima desa, oldidagi insonlarninki haybati, burun o'tib ketgan shayxlarninki o saltanati bilan muomala qilmay, Qur'onning hukmi bo'yicha murtad zaten qanday kishi ekan, uningga o'lim jazosi berilish Qur'onning ro'yi bo'yicha to'g'rimi ekan degan mazmunlarga qayta qarab baqsa,
taxim yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Bugungi temaga aloqador boshqa savollar bor, lekin o'tib ketamiz boshqa yo'llarga. Chunki masalan deyli, o'ltirilish sabab bo'lgan bir insonni o'limga hukm qiladigan narsa sabab nima degan mazmunda ilgirki darslardan xulosalagan narsa nima desa, boshqalarni qasddan o'ltirgan odam boshqalarga deymiz fitna qiluvchimi? Fitna qiluvchimi ashaddiy min qatl shunami? O qiluvchi o'limga yana emas. Ammo Lekin asosan o'ptagichi, boshqalarni o'ptagichilar o'limga hukm qilinadi ekan dinning hukmidan. Uningdan boshqa insonlarning o'limga hukm qilinmaydi ekan. Hem ölüm hüküm kılınsa mı onu bir adam çıkıplam, dört adam oturuplam ölüm hüküm kılanmaydı ki bunda. Şeriat, kaz bu işe hüküm kılır. Anladı kim bulduğu aşılıkken. Şuna gepni avutmaydı değil mi? Çünkü mezmun itibarıyla vaktini nim kılması için, uzatması için. Asasen benim dikkatimi çekenler şu oldu. Yani Allah'ın dini de yaştış var, yaştış. Öldürüşemez. Doğru. Çünkü bir adamni öldürgen, bütün insaniyetni öldürgen derecedeki bir günahka patlaganlıkını biz hemen itiraf kılımız. Yani işte düşünüp geldik. Şuna din sebeplik öldürülmediğini, ölüş karakterlik can ilan kılganlarının hakimiyetke veya ki başka siyasi menfaatlerge, başkalarının menfaatlerge ziyan zahmet yetkizdiğin sebeplerge karta elip verilgen bir tedbir hikayelikine ben esasen bunu düşündüm. Başka sualım yok buralarla. Yana bir tiştiklep qaragan narsam şu oldu. Ben biz Pidayla ikranınki Nahmaylan nemisi 2018 yılından başlandı. 2017'nin ahırlarında. Şundan da şu inkas kısımlarda olsun, başkalarından bağlan söhbetler deyilip yaptınız. Meyli siyasi cihette olsun, meyli itikad cihetten olsun, meyli başka cihetlerde olsun. Biz insanını bahalamayız. Fakat faille işimiz yok, fiil kılam karayımız degan bir bayrakla ketip atkan. Bugünkü bu programda biraz fail karakterlik ifadelaş olap kaldı. Bu cihette bir tutuş yok geçse dep oylayman dostlarınki bir doğru düşünüşüne. Yani fiil murtatni öldürüş gerek, yoki anda qilish kerak, manda qilish kerak degan kishilar deydigan fikir, ang, tushuncha, fe'llar qandaq kishilarning ekan, kofir, murtad yoki mushrik kishilarniki ekan degan xulosani ilib olsa deb tavsiya qilaman. Mening so'zim tugadi. İnsan bulaştığımızda bazı hata ketadi albatta. Lekin amal var, şu başdan ahire çın turli, şu fail turli. Nima fe'lda, failda turmaydi. Mening tavsiyam bu. Bo'ladigan narsa ishga muvaffaqiyat tilaymiz, davomini Kılmış hareket. Bo'ldi, Allohga emanet. İnşallah. Bo'ldi. Abdulaziz birodar tuvoq ne yapamiz ma'qul qo'yish. Meylemse Allah razı olsun kaderli qarindoshlar. Meningki başka deydigan gepim yok. Bazı qarindoshlarımızın isimleri Ahmetcan Piday qarindoshimiz degandek. İsimler bek mühim emas, fikir bek mühim. Bunu deginki 64. sanda görüşkiçe aman bulunlar. Allah'a emanet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.